Assalomu alaykum. Hurmatli bizlar kuzatuvchilar, qurupnay sezoni kelayotgan munosabat bilan shakarlarni narxini tushirib tashyapmiz. Aksiya ketyapti. 11.300 so'm bilan rasmiy shakarlarimiz bor. Qopga 565 ming so'm bo'ladi. Qoplab ham bor kerak bo'lsa. Hammaga yetadi xudo xolisa. Bu Hasanboy Playali, Xorazm Guruch markazi va Olmazorda bor, Chinevka yo'lligida bor. Do'kon aksiya ketyapti. Boshqa narsalarni ko'rsatadi. Bu qopga hop, narxlari tushdi xudo xolisa. 30 ming sotyapti, 26 ming so'm bilan shu overing bemalol. Yog'larimiz ham ketyapti 90 ming so'm bilan. Sarat yog'lari. Xudo xolisa narxlarni tushirib tashyapmiz. Bu qopga qolgan narsalarni ko'rsataman. Mana bu yoqda saryolarimiz bor, ko'pchilik biladigan bon saryo 40 ming so'm bilan bu. Yana boshqa narsalarni ko'rsatamiz. Olib kel bu yoqqa kamerani. Bu mayovga chiqadiganligi, dachaga chiqadiganligi, dam oladigan chiqadiganligi, tog'ga chiqadi, qayerga chiqsa hamda xullas aksiyada ketyapti kirgilarimiz. Mana, 12 ming so'm, bor yo'q 12 ming so'm, arzimagan pul 12 ming so'm turadi. Mana bu xalq assortimentida aksiyalarimiz bor. Kelinglar, ko'ringlar, bu Xorazm Guruch markazi, Hasanboy filiali, Chernevkada, Olmazorda aksiyalar ketyapti. Kutib qolamiz, e'tiborli uchun rahmat. Like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qovuringlar.